Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videorolikimiz juda ham muhim videorolik va bu videorolikni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman va bugun do'stlar sizlar xato deb o'ylayotgan narsalar aslida xato emas ekanligi haqida gaplashib o'tamiz. Bugun do'stlar sizlar bilan kanal tarixi o'chib qolsa, uni qanday qilib yoqish mumkin? Va buni bir necha uslublari mavjud va ushbu uslublarni sizlarga ketma-ketlikda aytib o'taman va ushbu uslublarga rioya qilsangiz, albatta kanalingiz tarixi yonadi va bemalol monetizatsiyaga ariza berishingiz mumkin. Ko'pchilik kanallarim tarixi yonadi va qaysidir bir muddatdan so'ng o'chib qoladi. Buni to'g'rilashning eng zo'r uslubi men bugun sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi ochratda bizga kanal tarixini yoqishimizning eng birinchisi aktivlik. Kanal ochamiz, uni sozlaymiz va shunchaki qayerdagi blogerlar aytgan, ya'ni siz kanal ochdingiz, endi o'sha kanalingizdan YouTube'da video ko'rmang, bo'lmasam auditoriyangiz O'zbekiston bo'lib ketadi degan gaplariga laqqa ishonib qo'yamiz, lekin aslida unday emas. Men aytamanki, u narsa juda ham katta xato. Biz YouTube'da aktivligimizni ko'rsatishimiz kanal tarixi Adventure Fatoristning yonishiga juda ham katta ahamiyatga ega. Misol uchun men kanal tarixini yoqish uchun ushbu kanalimda tarix yo'q edi do'stlar. Seryozni gap yo'q edi. Ya'ni mana bu Amerika YouTuber kanalimda tarix yo'q. Bilasizlar, gapirib chiqaman, lekin kanal tarixi baribir yonmagandi. Va shundan so'ng men nima qildim? Men kunlik videolarni ko'rishni boshladim. Ko'ryapsizlar do'stlar, bu yerda har xil randomli videolar bor va videolarning daqiqasiga e'tibor bering. Men Orif Play'da muxlisiman va Orif Play'da videolarini ba'zi hollarda ko'p ko'raman. Ko'ryapsizlar, 41 daqiqali videoni to'liq tomosha qilganman. Agar YouTube'da kuniga 20-30 daqiqali aktivlik, ya'ni 20-30 daqiqali videolarni ko'rib tursangiz, albatta sizning kanal tarixingiz qayta tiklanadi va agar tarix yonmagan bo'lsa, tez yonadi. Bizda mana shu narsa muammo. Creator Active. Mana do'stlar, hozirgi vaqtda ko'pchilik blogerlar chala o'zicha nimadirlar, xato deydigan blogerlarni o'sha aytayotgan gapi noto'g'ri ekanligini aytaman. Ya'ni qanday? Biz creator, ya'ni yaratuvchimiz. Biz videolar yaratamiz va shu videolarimizni o'zimiz ham ko'rib turishimiz kerak. E'tibor bering, bu yerda men har bir qo'ygan kontentlarimni, ikki oylik kontentlarimni ham o'zim ko'ryapman mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu ta'siri yo'q do'stlar. Ya'ni demoqchimanki, yangi kanalda bosib ko'rmanglar, baribir algoritmga ozgina chalkashlikni olib kelishingiz mumkin. Kanalingiz o'rta hollarda, prosmotr o'rtacha, 48 soatlik 10 ming, 9 ming atrofida yurgan bo'lsa, bemalol videolaringizga klik qilib o'zingiz videoyingizni bemalol ko'rishingiz mumkin. Muammo bo'lmaydi va auditoriya O'zbekiston bo'lib ketmaydi. Hech kim aytmadi, men videom ustiga bosib ko'rib qo'ydim, ertasi kun O'zbekiston bo'lib ketibdi yo bir haftadan keyin O'zbekiston ko'ribdi degan gap chiqmagan va chiqmaydi ham. Bemalol mana bu video ustiga bosamiz va ko'rishinglar mumkin. Misol bu videoni 30 soniya tomosha qilib qo'ydim. Bu content creator activity, ya'ni siz o'zingiz yaratgan videoni ham ko'ryapsiz va aktivlikni ko'rsatayotganingizda bir misoli bo'lishi mumkin. Misol bo'lishi mumkin emas, uzr, gapda salgina imlo xatolik yo'l qo'ydim. Albatta bu sizga foyda keltiradi. Kanalingizni tarix yonishida juda katta ahamiyatga ega. Xo'p, keyingisi bu YouTube'ning mana bu oyna ochilgandan so'ng mana bu qismidan Which History bo'limi bor. Tarix bo'limiga bosinglar va mana bu yerda Pause History, mana bunaqa so'z chiqsa, buni albatta sizdagi hech qanaqa pauzada emas, sizdagi originalda turibdi. Ko'pchilikda pauzaga tushib qolishi mumkin va bu narsa pauzaga tushib qolgan bo'lsa agar, bu minusga ishlaydi. Ya'ni sizning video kontentlaringiz ko'rayotgan, mana YouTube'da ko'rayotganlaringiz pauza bo'lib qoladi va bu tarix yonishida umuman yo'l qo'ymasligi mumkin. Shuning uchun ushbu narsadan foydalaning. Xo'p, keyingisi aktivlik. YouTube kanaliga ko'proq video roliklar joylashga harakat qilish kerak. Agar siz stabil har kuni video yuklab kelayotgan bo'lsangiz, ya'ni har kun 2 tadan video yuklab kelayotgan bo'lsangiz, siz o'sha kuni 3 tadan video yuklang. Ya'ni 2 ta yuklayotgan bo'lsa 3 ta, bitta yuklayotgan bo'lsa 2 ta yoki 3 ta qilishga harakat qiling. Bu sizni vaqtingizga qarab kelib chiqqan holda yo'l tutadigan yo'lingiz.
Shuning uchun ham aynan aktivlik bu juda katta rol o'ynaydi va bemalol siz o'z aktivligingiz orqali tarixni yoqib olishingiz mumkin. O'z aziz do'stlar, bu YouTube kanalimga qo'yilgan video bo'lishi ham mumkin va men hozirgina YouTube kanalimda, Telegram kanalimda so'rovnoma o'tkazyapman va ko'pchilik tarix o'chib qolsa qanaqa yoqish haqida tanlanyapti. Baribir shunga bu video qo'yilishi yoki qo'yilmasligi noaniq va lekin do'stlar hammasi ham olindi. Xo'p, endi aynan o'sha narsalarga ahamiyat bering. Aynan aktivlikni ko'rsating va YouTube'da har kuni 10-20 daqiqalik videolar ko'rib yuring. Maksimum darajada. Sizning auditoriyangiz O'zbekiston, Amerika O'zbekistonni ko'rsa O'zbekiston bo'lib ketishi u bo'lmagan gap. Ya'ni blogerlar aldaydi, prosta tang. Videongiz ustiga bosmang deydi. Bu ham xato, to'g'ri. Video yangi kanal uchun bosmaslik kerak. Yaqinda ochilgan kanalga bosmaslik kerak, lekin eski kanal bo'ladigan bo'lsa, ko'p video yuklanib yurilgan bo'lsa, uni bemalol videolarini ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa sizga to'siq berilgani yo'q. Xo'p, kanalim men tarix yongan. Buni hozirgina ko'rdim ham. O'zim mana shu uslublarni qo'llab ko'rdim. Previewlardan foydalanishga harakat qiling. Ya'ni previewlarda har xil preview yuklang. Ko'pchilik battle kanallar, teleskop yoki boshqa yo'nalishlar kanallar bitta preview bo'yicha ketadi. Maksimum darajada. Uni o'zgartirib ham ko'rish kerak. Chunki custom xohlaganday preview yuklashga sizga mumkin. Bemalol xohlagan previewni o'zingiz YouTube'da sinab ko'rishingiz mumkin. Nima uchun Mr. Beast videolariga kirsangiz previewlarni alishtiradi. Misol bitta yaqinda chiqqan videosini ko'ring, 2 kundan keyin qarasangiz preview o'zgargan bo'ladi. Hatto bo'lsa ham yarqisi o'zgargan bo'ladi. Preview juda katta ahamiyatga ega. To'g'ri, Mr. Beast bu bilsanglar YouTube'ning Lionel Messisida. U ko'rishinglar kerak, uni previewlarda o'zgartirish kiritib ko'ryapti va odamlarning qiziqishiga e'tibor qaratyapti. Teleskopda ham shunaqa background o'zgartirib ko'ring agar boshqacha bo'layotgan bo'lsa yoki bir personajni ma'lum bir personaj o'zgartirib ko'rishga harakat qiling. Xo'p, bugungi video roligimiz shunday iborat edi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar do'stlar.